Assalomu alaykum, Eder avtomobilchiları, aziz do'stlarimiz, yaxshimisiz? Harmanglar. Günleringiz yaxshi, bereketli, mazmunli o'tib turibdimi? Endi xudo xolasa sizlarga YouTube kanallarimdan tez videolarni qo'yib borishni harakatini qilamiz. Bizda aslında Instagram kanalida faoliyat yuritib boryapmiz. Instagram kanalında birinchi videolarimiz Instagram kanalida chiqadi. Keyin YouTube kanalına qo'yamiz. Nechik mashinalar kerak, navlar kerak, hammasini birma-bir yozib qoldirsanizlar, fikrlaringizni o'qib chiqib, nav mashinalarni ko'rsatish kerak, kreditdan chiqadi, boshqa joydan chiqadi, hammasini aytib boramiz. Xudo xolasa sizlarga bir qator mashinalarimiz syomkatib beramiz, bemalol ko'rib borishingiz mumkin. Birinchi shu Matiz'dan boshlaymiz. Yana ko'rib turganlaringiz Matiz 2017-yilda ishlab chiqarilgan bo'ladi. Mashinani ustalardan kelib kraskasini bir qator ko'rsatib boraverasizlar, menda shunday kraskalari bor. Balonlarım ortaca holatda turibdi. Maşinin bahası 45 milyon so'm. Üstüne gelsangizlar yarashib beramiz. Buni kredit ham 2 sensda bo'ladi. Kreditga bir 5 milyon pulga kelib olib ketaverasizlar. Keyingi mashinamiz Lada. Bu noncha deb aytiladi. Bu 09 mi yo'q 115 mi ishqilibdan Lada. 1996-yilda ishlab chiqarilgan propanda. Matizli metallar ham bor. Buni bahası çözəmədim onun bahası. 14 milyon so'm bo'lsa beramiz. Üstüne gelsangizlar geliştirib ham beramiz. Geliştirib ham beramiz üstüne gelsangizlar. Keyingi mashinamizga e'tibor berasizlar. Keyingi mashinamiz Matiz 2008-yilda ishlab chiqarilgan. 2008-yilda. Mashinni bahası 28 milyon so'm bo'lsa beramiz. Bunam bir eldan bir 5 milyon, 6 milyon pul kelasizlar, bemalol olib ketaverasizlar. Ko'rishingiz mumkin. Balonlar ham o'rtacha holatda. Keyingi mashinamiz Cobalt 2014-yilda ishlab chiqarilgan. Mashinaning bahası 86 milyon so'm, avtomat korobka. Ustalardan kelib bir qator ko'rsatib olaverasizlar. Mashin idealniy holatda turibdi. Bemalol ko'rishingiz mumkin. Qaranglar. Keyingi mashinamiz xudo xolasa Captiva 2015-yilda ishlab chiqarilgan. Mashin chotki, umuman akkuratniy qarapaydigan. 1 gram rasxot yo'q. Balonlardan ko'rib tursa. Paket. Vallahi Mashinning bahası 200 milyon so'm gelişib beramiz. Keyingi mashinamiz Cobalt 2021-yilda ishlab chiqarilgan mexanika korobka. Bahası 125 milyon so'm. Avtokrediti bir 8 milyon so'm bilan ketib berasizlar. Görüşürüz. Bu maşinimiz Gentra 2023-yilda ishlab chiqarilgan. Mashinning bahası 145 milyon so'm. Bankaga krediti bir 13 milyon pul bersangizlar
Bemalol kredit asosida ketishingiz mumkin. Cobalt 2013-yilda ishlab chiqarilgan. Yo'q, 2015-yilda ishlab chiqarilgan. 70 million so'm bo'lsa beramiz. Keyingi mashinamiz ham Captiva 2015 100% radnoy, bahosi 170 million so'm bo'lsa beramiz. Gentra 2021-yil metallar ham mavjud, mashina 8000 ga tutdi. Mashinani 135 million bo'lsa beramiz. Kredit ham ketishingiz mumkin. Damas 2024 şos frevke maşında hemen hesaba 100% tayar maşin. Boş balon, metan hem öz koyulgan 102 milyon bolsa beramiz. Keyingi maşinimiz Nexia 3 2022-yilda ishlab chiqarilgan. Bu maşinni 123 milyon bolsa beramiz. Bemalol görüşünüz mümkün. Nexia 3 2020-yilda ishlab chiqarilgan. Metan, boş balon hamma narsasi bor. Mashina 100% radnoy. 105 milyon bo'lsa bemalol ketishingiz mumkin. Qaranglar, mashinani eshitdinglar. 2013-yilda ishlab chiqarilgan. 2013-yilda. Mexanika qarobga 76 milyon so'm bersak ne deysizlar? 76 milyon so'm. Öyle mi? Yamanlık o 76 milyon so'm. Qap-qara svet. Stabilizatörüm aylanıp ketadigan bu. Cobalt 2022-yilda ishlab chiqarilgan. 2022-yilda. Mashin çok ideal holatda turibdi. Görüşürüz mümkün. Maşini 140 milyon so'm bo'lsa beramiz. Bu maşinimiz ham Cobalt 2022. Maşin ideal holatda turibdi. Diskalarim, takoylar va 135 milyon bo'lsa beramiz. 7 milyon so'm bilan ketaverasiz. 7 milyon so'm. Görüp turganlarınız için bize de her xil maşinlar var. Qaranglar dostlar, ne diyecekman? Bemalol kelaverasizlar. 50 haftada siz xohlagan turdagi maşinlar var. Bize kredit ham beramiz. 7 milyon bilan, 6 milyon bilan, 8 milyon bilan, 10 milyon bilan hamma xarajatini bitirib beramiz. Size xohlagan maşinlarni. Pastda nomerlar bo'ladi. Instagram kanallarına yazıp kaldırama ötüp Instagram'a обязательно abone olup koyunlar. Çünkü birinci Instagram'a çıkarımız, keyin YouTube'a. Daha YouTube'a çıkarmaya vakit yok. Instagram'a, tolku Instagram'da video işlem tuttu. Şunun için YouTube'a videolarını koyup paramız. Asasisi Instagram'da. Instagram'a ötüp abone olup koyunlar.